Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары videoni бастамас burun arnaga tirkelib videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Janibekdan qashqan 32 nokauti bar Meksikalik Golovkinda ayqasga chaqirdi. Birinchi o'rta salmoqda chempion bo'lgan meksikalik Jaime Munguia qozog'istonlik Gennadiy Golovkin men jekpe-jekka niyat bildirdi deb xabarlaydi. Canelo men keyingi ayqasida Golovkin alida miqti bokschi, kuchli mig'im ekenin aniq pash etdi. Gennadiy Golovkin Alvarez bilan yaxshi ayqasda. Bizda hosnday tamasha jekpe-jek o'tkaza olamiz degan o'ydaman. Ol alida o'rta salmoqdagi chempion. Al men bilbey uchun judoqtasqim keladi deb beradi Munguianing so'zin. Alayda o'g'an deyin Jaime hosi demalisda Argentinalik Gonzalo Correa'ni jenu kerak. Koreya solaqay sonliqdan honimi basben so'g'ilib qalmas uchun saq bo'lu kerak. Solaqaylar men ayqas ardayim qiyin. Gonzalo miqti jigit ardayim nokautga tushiruvga tirisadi. Ulkan ayqaslarga jetganga deyin hosi kezdesuvdan barimda alamin. O'rganamiz yana ter togemiz deydi Munguia. Ayta ketaylik, bo'lgan deyin Munguia Qozog'istonlik Janibek Alimxanulu men jekpe-jekdan bas tortgan bo'latin. Al-Key mamandar Jaimani Caneloning izbari atab ketgan. Alimxanulu 12 raundlik ayqasdan keyin jekpe-jeklardan chetdeldi. O'rta salmoqda WBO chempioni Janibek Alimxanulu jekpe-jeklardan chetdeldi deb xabarlaydi. Janibekning 13-qarasha Las Vegasdagi britaniyalik Denzel Bentley men ayqasdan keyin Nevada shtatining atletikalik komissiya o'sinday sheshim chiqardi. Bunday shetda qalbda protsedura bu bokschilarni jekpe-jekdan keyin qalbini kelu uchun jasaladi. Oslaycha Alimxanul 13-желтоқсанға дейін, al Bentley 28-желтоқсанға дейін ringga chiqa olmaydi. Sizlar men sport жаңалықтары болды. Arnaga tirkelib videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi.